Kimda qanaqa nimalar savollar bor? Menga o'sha eshon to'pi Hozir bir minut yozib olaylik. eshon to'pidanman Aha. shlaka blok ishlab chiqarmoqchiman. Shunga 100 million kreditga nima qilib kelyapman so'rab olishga. 312 qaror bo'yicha 312 ishlab chiqarishlik. ishlab chiqarishga. Joylaringiz bormi? Ha, hamma yo'q bor. Sizlarning hamma yo'llarim bor. Nechta ish o'ynatasiz? 10 ta ishchi yarataman. 10 ta keyinchalik yana ham rivojlantiraman. 20 ta 30 ta olib chiqaman. Xudo xohlasa. Kengaytirib joylarni. Hozircha 10 ta keyinchalik 30 ta shu yilda oxirigacha 50 ta ishchi o'rin yarataman Xudo xohlasa. Bo'ldi. Hujjatlaringizni hali ta'min qilganingiz yo'qmi? Yo'q. Endi qabul qilishyapti. Bo'ldi. Hujjatlaringizni olib maqsad bolalarga og'ir bor, shunga nima qilib beradi? Masalangizni yechamiz. Xo'p. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Yana kimda? Sizlarchi? Assalomu alaykum. Alaykum. Bizga qoramolchiligini rivojlantirish uchun o'zini o'zi band qilish maqsadida 50 million kredit olmoqchimiz. Qaysi mahalla? Sho'rgulistondan. Sho'rguliston. 50 million. 50 million. Chorvachilikka? Chorvachilikka. Hujjat berganingiz yo'q hali? Endi shunga shu maqsad. Bo'ldi. Haqlarsiz. Beramiz. Rahmat. Yana kimda? Qanaqa produktingiz? Siz tanishib aytganmisiz? Assalomu alaykum. Yuridik shaxslarga bizda to'rtta yangi proyektimiz bor, yangi kreditlarimiz bor. Bu birinchisi men ham o'sha firma ish faoliyatini boshlaganiga 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. 6 oydan uzoq muddatda ochilgan bo'lishi kerak. 6 oydan. Keyinchalik 6 oy ish faoliyati Aptekalarga? Aptekalarga. Aynan mana to'ldirish uchun beriladi. 1,5 yil muddatga 25%dan 25 milliondan 500 million so'mgacha beriladi. 26% o'sha zalog qo'ysangiz 26% beradi. Bo'lmasa 100 milliongacha garov asosida chiqadi. Foiz 28% chiqadi. Keyin biznes zapravkalarga Quvvat Plus degan kreditimiz bor. Bu ham o'sha aylanmalarni to'ldirish uchun 18 oy muddatga beriladi. 50 milliondan 2 milliard so'mgacha beriladi. Bunda o'sha likvidli muomala qo'yiladi, 26%dan kredit chiqadi. Keyin yana bitta kreditimiz, savdogar kreditimiz bor. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, ulgurji chakana savdo bilan shug'ullanish korxonalarga beriladi. Bu ham o'sha 18 oylik muddatga beriladi. 20 million so'mdan 1 milliard so'mgacha beriladi. Bunda ham likvidli muomala qo'yilsa 26%, sug'urta asosida 100 million so'mgacha beriladi sug'urta bilan 28% dan chiqadi. Keyin hamkor degan kreditimiz bor. Bu chakana marketplace ilovasi orqali xizmat ko'rsatayotgan tadbirkor oilaviy subyektga beriladi. Buni ham 18 oygacha 20 million so'mdan 1 milliard so'mgacha. Likvidli muomala qo'yilsa 25%, sug'urta asosida olinadigan bo'lsa 100 million so'mgacha beriladi. Kimga ma'qul kelsa hujjatlarni bersalar